Meni hayotimdan o'rnak olmang. Feruza Normat va Manzuraga munosabat bildirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kuni kecha xonanda Manzura 48 yoshida o'zidan 20 yosh kichik yigitga turmushga chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Va Manzura o'zi ham bunga munosabat bildirib, rost ekanligini ma'lum qildi. Kuzatuvchilar esa bu savol bilan chiqishmoqda. Nima sababdan mashhur insonlar o'zlaridan ancha yosh kichik turmush o'rtoq tanlashmoqda va insonlarga bu narsa oddiy hol qilib ko'rsatilmoqda? Feruza Normatovaning Instagram sahifasiga bir kuzatuvchi shunday deb yozadi: anchagina yosh kichik va oilali yigitlarga turmushga chiqishni siz boshlab berdingiz. Siz o'rnak bo'ldingiz va qolganlar sizdan o'rnak olib davom ettirishmoqda. Avvallari o'zidan yoshi kichik insonlarni eshitsak bizga erish tuyulardi. Lekin hozir ko'nikib ham qoldik. Bu gap so'zlarga Feruza Normatova quyidagicha munosabat bildirdi. Avvalambor, hech kimga o'rnak bo'lish uchun hayotimni ommaga olib chiqmayman. Hammasini o'zini dunyoqarashi va farosati bor. Feruza Normatova nima qilsa, qolganlar ham shu ishni qiladi degani emas. Men o'zimdan yoshi kichik bolaga turmushga chiqqan bo'lsam ham, u oilali emas, ya'ni rasman oila qurmagan. Men ularni birinchi va nikohli ayoliman. Manzuraga keladigan bo'lsak, u 18 yoshli qiz emas. Nima qilishni, kimga turmushga chiqishni o'zi ham yaxshi biladi. Sizlarga eng yaxshi maslahatim: san'atkorlarning hayotidan o'rnak olib yashamang, deydi Feruza Normatova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.